Shuningdek to'tini kesib olishamiz. Teatrning eng yaqin do'stlari shampan millionsini ochamiz. Baxt kunlarga ko'milib yashang. Sevgi sharobiga cho'milib yashang. Hayotda hech bilmang qayg'u, g'am, alam neligini. Madam sevib yashang, sevilib yashang. Ayapa biz keling endi shinnik totiga tushamiz-da. Shinnik totini bismillah deya asosiy bilan kesib olishamiz. Kiyo jorinlari shampan vinasini ochamiz. inşallah şirinlik toti kabi shirin shampan vinosi kabi jo'shqin bo'lsin deymiz. Yangi qurayotgan baxt atalmish qasringiz esa mustahkam bo'lsin. Shu qasrning ichida mo'min muslim farzandlar dunyoga kelsin. Har biri xalqimizga, erimizga, yurtimizga kerakli eng faxrli farzandlardan biri bo'lsin. Kelinchamiz shirinlik totini kesib ulashgan bo'lsa, bir-biringizga yedirib qo'yasizda, davramizga tashrif buyurasiz. Shirinlik toti hamda shampan vinosidan keyin davramizga teatr Jasurbekni shu kungacha ulg'aytirgani, kamolga keltirgani, shundan kunlargacha yetkazgan insonlarni barcha
Gurbanovlar oilasini katta hurmat ehtirom bilan taklif qilamiz. Yo'ldosh aka, Ayjamol ona, barcha yaqinlari, akalar, ukalari, opalari, singillari, ammalari, xolalari, doyilari, jiyanlari, bo'rilari, bugundan e'tiboran ikkala farzand bo'layotganlari, Mo'rindiq ota-onalari, barcha do'stlari bilan hamda shu xonadon bilan qudalik rishtani bog'lagan barcha qudag'aylar ham davramizga tushsin iltimos. Kelin podshoning dugonajonlari kelinning yuzlarini yopamiz. Yo'ldosh akamiz hamda Ayjamol onamizning barcha yaqinlari, jigarlari qani siz? Keling davramizga. Mana shu yerda davramizning hamda to'yimizning eng hurmatli insoni bor ekan. Hurmatli ammajonimizdan chiroyli niyat, orzu tilak boshlasak. Ozgina chekkaroq o'tirib turing iltimos. Ammajoni, to'ylarim muborak bo'lsin. Kelin muborak bo'lsin. Inshaalloh xizmatlari berilsin. Tabriklab qo'ying. Ana ham kelinim baxtli bo'lg'ay-ku. Dunyoli bo'lg'ay, davlatli bo'lg'ay, bola chaqasi ko'p bo'lg'ay Xudoyim. Yo'ldosh oy inim bilan Ayjamol kelinimga xizmatlari buyurg'aylar. Yoshi katta ammajonimizga bitta qarsak bormi? Ammajoni, umringiz uzoq bo'lsin. Boring. Yaxshi yomon kunimda yonimda turg'ani. Agar yiqilsam menga isyanshiq bo'lgani, shunday onlarimda ham daldalar bo'lgani, yaxshi ham baxtimga yaqinlarim bor. Endi hurmatli barcha yaqinlari, ota-onalari yaqinroq keling, shishamiz. Yo'ldosh aka, Ayjamol ona, kelinglar. Otajoni, onajoni, to'ylarim muborak bo'lsin. Qaynota, qaynona unvon muborak bo'lsin. Inshaalloh xizmatlari bersin. Dadajoni, onajoni, farzandlaringizni kechamizning mana shunday ajoyibgina qarindoshlarning qatorining bismillosidan o'zingiz bitta tabriklab qo'ying. Hurmatli og'aylar, qardoshlar. Hurmatli og'aylar, qardoshlar. Rahmat. Azamat balam. Şöyle azamat. Azamat balam. Og'aylar rahmat. Yana ming marta rahmat. Og'aylar, ming marta rahmat. Kelganlaring uchun xolis. Ming marta rahmat. Bo'ldi boshlaymiz. Salomat bo'ling. Onajon, keling. Dadamiz yoniga o'tib oling. Marhamat. Sen barsan qo'rqma. Bo'ldi. Hurmatli davra qatnashchilari, mana bugun men jasur bolam bilan enajon kelinimning baxt to'ylarida o'tiribman. Hamisha yuzlardan tabassum, yuzlardan kulgi arimasin. Hamisha o'ynab kulib yuraver. Bağalarım Xudoyjon, Allohjon, shu kunlarga yetkazganiga ming qatra shukr. Bo'ldi. Shunday farzandni ulg'aytirgan, kamolga keltirgan hurmatli ota-onasiga bitta qarsak, hurmat bo'lsin. Katta ammalari, chechalari qarasiz, aka-ukalari.
Keling. Ayjamal, yo'ldosh to'ylaring qutlug' bo'lsin. Hamisha o'ynab kulib, shu kelinning xizmatlari buyursin. Ağay çiçeği baktı oğlum. Kıramazsın sözü tez gördüm sonrasında. Sizce karar aldık arasında benim çiçeğim zozum. Bizde ayaklar toylarınız kutlu olsun. Kudayım kigen kelinin ayağınızı yarasın. Özlerinden köbeysin Kudayım. Bir ömürge baktlı bu gaya Kudayım. Acaba kelin kutlu olsun, yaşları baktlı olsun. Cesur önüm baktlı olgaysan, koşa kargaysan Kudayım. Atenene hizmetlerin buyurgay. Cesur önüm, kelin bilen baklı olgaysan, şu kelinin ayağı düşsün. Hakem bilen apama hizmeti buyursun. Shu bolalarni iltimos oldingizga oling. Davrani ozgina kengroq qiling. Iloji bormi? Jodonbek og'a qarasiz. Jodonbek og'a siz keling. Og'ajon, qaynoqa unvon muborak bo'lsin. Xizmatdorlaringiz. Marhamat. Baxtli olsun. Baldız bilan baca baxtli olsun. Yezde, hadi xizmatı yürgey, böyle. Vakti o, xizmatı yürgey. To'lada kirgaymiz. Doyilari, jiyaningizni tabriklab qo'yaman. Jiyan kelin muborak bo'lsin. Aycapa yezde toylarınız kutlu olsun. Kudayım şu yaşlar baktlı olsun. Oyunu bu iskeyler. Baktlı devletli boğaylar. Cesur. Baktlı boğaysan balam yine kan bilen. Koşa karıgayslar. Oyunu bu iskeyler. Ul kızlarınız köp boğay. Baktlı devletli boğayslar Kudayım. Yüzden bile yapılma hizmetleriniz bir gay. Şu kadar da bizlerge de. Cessan vakti ol. Ama Şiir aytlar balam bir. kelinin ayağı düşsün. Hizmetleri buyursun. Cessan şunday bir gaplar var da. Ana bar hayatta yaşaş başkaça, ananın tarifi, mehri başkadır. Tolsa ham hatta 90-100 yaşga ana bar hayatta yaşaş başkaça. Yaşaydı analar bizlerini oylab, tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab. Onasiz qolganlar yig'laydi tinmay, ona bar hayotda yashash boshqacha. Jasurjon, jiyan, anang var, atang var. Sen shunday bir baxtli bo'lasan. Men quvonaman sana. Kelin bilan hamisha bir baxtli yasha. Oynab kulib yasha. Sen oynab kulib yashasan, senin atayning hamisha xursand, baxtli yashaydi. Baxtli bo'l. Doyiga qarsak bormi? Salomat bo'ling. Yana kim bor? Keling. Kabelniga boringlar, iltimos. Jasur. Evvela bir yettim mi? Mahvolca olacağım. Ya, görge deyip aytan mı var? İkimizi markanızı karap durun. Baktı onunla. Daim onu. Daim bilen çiçeğim beyim. Eline oynayıp yükürü girinler. Doğru. Korkancı yürüsün. Ama 63 yaşınız kutlu olsun. Peygamber yaşını hemmelerde yetirgey. Tulgan gününüz kutlu olsun. Tebrikliyim amacan. Uzak yaşan eldimizde hemişe oynap gülüp yürgeyiz. Şu kelinin hizmetini görüp, bala çağalardın hizmetini, aklıklardın toylarını görüp yürmek nasip etkeyiz sizge. Tulgan gününüz kutlu olsun. Uka bir ömürge baktlı boğaysan. Ailemizde en baktlı aileler
ota-onamning eng o'sha orzulari ushalgan kun. Uka bir umrga baxtli o'g'aysan. Dayı tişem baxtlı olun. Amma keldi, hamma keldi, bir to'g'ri gomma keldi. Gommachi ammalarning qizlari, bular ham ammalari. Keling. Jasurkam baxtli o'yin. Kelin bilan bir umrga baxtli o'yin. Kelasi yillari 50 to'ylarda o'tirmak nasib etsin. Yine ata daim kelinlerimizin hizmetleri buyursun, baxtli olsun. Uka Jasurbek kelinimiz daim baxtli bo'lgaysizlar. Yulduzimizga yarashqay. Shu to'yga qatnasha olmayotgan Turkdagi Manzura qizim nomidan ham sizlarga baxt tilayman. Soldat balam Amonboy nomidan ham sizga baxt tilayman. Uzoq yashanglar, ömürlü bo'lib, o'zlaringizdan ko'payib, baxtli bo'lgaysizlar. Xizmatlarimiz hammamizga nasib etsin. Jasurga baxtli bo'l. Daim bilan tishema xizmati buyursin. Senin ayağı şişsin. Endi keyin 50 to'ylarda o'tirmak nasib etgaysan. Jasur baxtli bo'l. Qo'shqaning bilan qo'sha qatnashsayim. Doimlarga xizmatlari buyursin kelinlarning. Baxtli bo'l. Jasurga inajon kelin bilan baxtli bo'lgaysan. Doim ailamizda eng baxtli kelinlardan biri bo'lgaysan. Ota-onamning oldida sog' yurgaysan. Ak ko'ylak sizniki, qora ko'ylak sizniki, xafa bo'lma xudolar, endi kelin bizniki. Qiran qasim suv chiqdi, ichib ko'zim suv chiqdi. Kelinlarning ichida mening enajon xalam zo'r chiqdi. Sodiqlarimiz atadi. Bangladagi vaqtimiz. Gorka. Gorka. Ukam bir umrga baxtli bo'l. Kelin poshsha bilan birga ota-onamizga qaro xizmat etib, kulib o'ynab yurgaysizlar. Açılsın, gülgünçe olsun. İlk farzandingiz oğulcha olsun. Mabodo adashib qiz farzand bo'lsa, Kurtoy yigitlarning dodini bersin. Toyxona malikasi, ota-ona erkasi, havas qilar barchasi, qarang kelin kelyapti. Kuyov bolamizga berasiz polvon. Polvon. Hayt polvon. Iki yaş baxtli olsun. Endigi 5 to'ylarda o'tirmak nasib etsin. O'zingiz ham endi bitta gapiring. Sana partishga yetib o'tirmoq. Tabriklab qo'ying. Baxtli olsun ukam. Jasur dayı çiçek, baxtli bo'l. Gorka! Keling. Marhamat. Çiçek dayı baxtli bo'ling. Aytganingiz kelsin. Ris. Davrani kuyov bolasini chaqir, Davron. Davronbek kuyov bolasi, keling. Davron og'a, to'ylarim muborak bo'lsin sizga ham. Kelin poshshoning xizmati bersin. Marhamat. Ağa çiçek baxtli bo'l. Aytganingiz kelsin. Morindoq ota-onasi nechun chiqmadi davramizga? Birdan ikki kelib farzandi borayotganlar, Morindoq ota-onalari davramizga chiqamiz. Morindoq ota-onasi. Albatta do'stlari bilan iltimos keling. Tezlashamiz. O'g'il qizlari, Morindoq unvonlari muborak bo'lsin. Inshaalloh mana shunday o'g'il qizlaringizdek sizlarga ham xizmatlari bersin deymiz. Endi shu bolalar hammasi gapirda o'tirib olsin iltimos, o'tirib olamiz. Morindoq ota-onasi. Maqsadjon og'a, Zulayho checha, barcha do'stlari. Xush kelibsizlar. To'ylarim muborak bo'lsin. Ukajon, meni gapirma deb yig'lab bordingizmi? Jasur
aytganingiz kelsin. Morindoqlar, o'g'il qizlarim muborak bo'lsin, xizmatlari bersin. Jasur enajon baxtli bo'linglar. Yo'lchaka xizmati bersin Xudoyim. Endigilar shular 5 to'lamda o'tirmoq nasib etaversin Xudoyim. Baxtli bo'linglar. Xudoyim şey baxtli olsun. Zulayxa, Maqsad, o aqlot yengilar 5 to'ylarda o'tirmoq nasib etgan Xudoyim. Kecha yo'ldosh akam bilan endigil yumoq nasib etgan. Aqtiq bo'ldi deb. Kecha bu yoqqa qara, u aqtiqqa qarab o'zi bo'ladi. Baxtli bo'l Xudoyim. Jasur, ukam, baxtli bo'laysan sen, bo'pmi? Xudoyim. Bayağını dedik, onu aytmayman yaxshi. Baxtli olsun, xizmati yursin. Baxtli olsun, xizmati yursin. Böyle olsun, xizmati yursin. Endigil jallat o'landa o'tmoq nasib etsin. Jasur. Ukam sen bilasan, indama. Oy ya gorka desek yat bo'lar, 40 yosh atqo. Просто yüzük takmalı var Zulayxa. Şunu aytib o'tiraman. Zaten bo'pma maqsad cho'ra. Arqamdan yüzük taq, yashab ketding sen. Baxtli bo'linglar. Al. Kimga ber? Jasur balam, enajon qizim. Bir umrga baxtli bo'ling Xudoyim. 4 qizimning ichida 6-qizim deb bilman. Xudoyim o'g'irli chivirli bo'lib ketgansan. Jasur balam, bir umrga baxtli bo'lg'aysan. Salomat bo'ling onajoni. Morindoq dadasining opajonisi Nozaga toifa. To'ylar muborak bo'lsin. Alinim bağalarım yaşı uzun olsun Xudoyim. Baxtli olsun, xizmatlari buyursin. Maqsad cho'ra yüzükler tak. Bunda atavopsan zo'ra qisini atdi hammasi. Xudoyim baxtli bo'lg'ay. Zulayxa, otam taqqaysan yüzüklarni. Bo'ldi, bak gapni qo'y sen. Jasur balam, enajon qizim, baxtli bo'linglar. Endigil alla to'ylarida o'tirmoq nasib etsin hammamizga. Yo'ldosh aka, Ayjon opa, keliningizning oyoq shin xizmati buyursin hammamizga deb. Baxtli bo'linglar. Hamma gapirib bo'ldimi? O, marhamat. Yekash baxtli olsun, ayapa yezda balansın, kızınsın, hizmeti yursun. Qaynatasına da hizmeti yursun. Baxtli olsun. Onda yüzükler tak. Maqsad cho'ra, murnata o'qapsan. Cho'ra bir kepti. Bas. Boshqa nima deymiz? Beramiz diktorga. Hamma gapirib bo'lgan bo'lsa, ota-onasi, Morindoq ota-onalar tarafidan ajoyibgina sovg'alar bor. Mehmonlar, salomat bo'ling. Endi shu yerda Qoraqalpog'istondan kelgan mehmonlarimiz bor ekan. Qoraqalpoqlardan kelgan mehmon. Mana shu mehmonlarning hurmati uchun Qoraqalpoqcha bo'ladi. Qani bormi Qoraqalpog'istondan kelgan mehmonlar? Salomat bo'ling. Salam, minnim salam, meni sen aldamalam, minnim salam. Akalarimizning ruxsatlari bilan kelin kuyovimizni oltin oson 8 qo'yamiz. Yoshlarimiz baxtli, saodatli bo'lsin, to'ylar muborak bo'lsin. Qarsaylar bilan kuzat qo'yamiz. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar. Sağ olun.
Rahman sağlam olun.